Bugun 141-dars 2 xonali sonni ko'paytirish mavzusi bo'yicha ko'ramiz. Uyga vazifalar ishlaymiz. 6 hisoblang. 27 ko'paytirilgan 7, ya'ni 2 xonali sonni 1 xonali songa 2 xonali sonni ko'paytirish ekan. Yana biz mana bu taqsimot xossasidan foydalanib mana bu shaklda shakliga keltirib olib shunaqa qilib ishlasak osonroq bo'ladi. Xo'p, qanday ishlaymiz? Mana shu shaklda ishlaymiz. Mana bu yerda ko'rsatgan misol bo'yicha 27 ko'paytirilgan 7 ni biz 27 ni biz qavs ichida deymiz faqat. 20 qo'shilgan 7 desak 27 bo'ladi. Ya'ni 27 ni biz shunaqa shaklda yozib olsak bo'ladi. Uni 7 ga ko'paytiramiz. Endi taqsimot xossasini ishlatamiz. Ya'ni bu 7 ni har bir qavs ichidagi har bir songa alohida ko'paytirib, keyin o'zaro qo'shishimiz kerak. Xo'p, 20 ko'paytirilgan 7 plus va 7 ko'paytirilgan 7 bo'ladi. 20 ni 7 ga ko'paytiramiz, 2 ni 7 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 10liklarga ko'paytirish nimani eslaymiz? Ya'ni 2 ni 7 ga ko'paytirsa 10 tur bo'ladi. Keyin oxirgisiga bitta nolni yozib qo'yishimiz mumkin. 140 qo'shilgan 7 kira 7 ni bilamiz. Bu 49. Mana. Endi qo'shsak 9, 4 ga 4 ni qo'shsak 8 va 189 bo'ladi. 189. Keyingisini ham xuddi shunday 45 ko'paytirilgan 3 qavs ichida 40 qo'shilgan 5 desak 3. Endi alohida ko'paytirib olamiz. 40 ko'paytirilgan 3 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. 40 3 ga ko'paytirsak 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12, orqasiga bitta nolni qo'shamiz 120 va unga qo'shamiz 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15. 120 ga 15 ni qo'shsak bo'ladiki, bu 135. Keyingisi 38 ko'paytirilgan 9 barobar 30 qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 9. Ikkalasini ko'paytirib olamiz. 30 ko'paytirilgan 9 qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 9 bo'ladi. Endi 9 ni 3 ga ko'paytiramiz 27 va bitta nolni yozib qo'yamiz 270 bo'ladi. Qo'shamiz 8 kira 7 72. 2 ga nolni qo'shdik 2, 7 ga 7 14 bir dilda 2 ga 1 ni qo'shamiz, dildagini 3 bo'ladi. 342. 342. Va oxirgisi 55 ko'paytirilgan 6 ekan. Xo'p, 55 ni 50 qo'shilgan 5 deb olishimiz mumkin. Va endi buni ko'paytiramiz 6 ga. 50 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 6. 5 kira 6 30 va bitta nolni yozib qo'yamiz 300 bo'ladi. Endi bunga qo'shamiz 5 kira 6 30. 300 ga 30 qo'shsak 330 bo'ladi. Shu tartibda taqsimot xossasini ishlab foydalanib ishlashingiz mumkin. Keyingisi 7-misolni ko'ramiz. Stomatologlar deydi, maktab o'quvchilari bilan uchrashdilar va tishlar salomatligi haqida suhbat o'tkazdilar. Shundan keyin o'quvchilarga har birida bir tubik tish pastasi, ya'ni bir tubik ekan, va 3 tadan tish cho'tkasi bo'lgan jamlanma sovg'a qildi. Agar sinfda 32 nafar o'quvchi bo'lsa, stomatolog o'quvchilarga hammasi bo'lib nechta tish cho'tkasi sovg'a qilgan? Aytyaptiki, har bir nimada
3 tadan tish cho'tka bor. Endi sinfda 32 nafar o'quvchi bo'lsa, endi har biriga 3 tadan bo'lgan bo'lsa, demak 32 ko'paytirilgan 3. Ya'ni har bir o'quvchida 3 tadan bor. Ya'ni nechta tish cho'tkasi sovg'a qilishgan bo'lsa, mana boyagi taqsimot xossasini ishlatamiz. Bu yerda ham mana bu shaklda yozishimiz ham mumkin. 32 ko'paytirilgan 3 desak ham bo'laveradi. Ko'paytmada o'rni almashgan bilan natija o'zgarib qolmaydi. 3 ko'paytirilgan 32 deyishimiz mumkin yoki 32 ko'paytirilgan 3 desak ham bo'laveradi. O'rni almashgan bilan natija o'zgarmaydi. Taqsimot xossasini ishlatamiz. 30 qo'shilgan 2 deb olamiz va uni 3 ga ko'paytiramiz. Barobar. Endi 30 ni 3 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz. 2 ni 3 ga ko'paytirib 30 ni 3 ga ko'paytirsak 3 kere 3 9 dildagi bilan 0 qo'shib qo'ysak, yozib qo'ysak 90 va endi qo'shamiz. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 bo'ladi. Barobar 90 ni 6 ni qo'shsak bu 96 bo'ladi. Nechta tish cho'tkasi sovg'a qilishgan desa, 96 ta tish cho'tkasi sovg'a qilishgan deymiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun, like bosayotganlaringiz uchun ham rahmat. Obuna bo'lib ham qo'yingizlar.